Qadrli yurtdoshlar, mani ismim Orifjon Shokirov. Tabobat bilan shug'ullanaman. Bugungi mavzuyimiz gaymarit kasalligi haqida bo'ladi. Yiringli kasal hisoblanadi. Gaymarit kasalligi burunni ikki yonida va peshonada bo'ladigan yiringli kasallik. Sal ingrasda lo'qillatib og'riydi, bezovta qiladi judayam. Bizda buni muolajasi, oson muolajalarimiz bor. Qiynamasdan davolaymiz. Murojaat qiladiganlar bo'lsa, marhamat, murojaat qilishligi mumkin. Oson yo'l bilan beziyon, og'ritmasdan yonini bemalol davolab beramiz. Murojaat qilinglar, marhamat. Bitta narsa qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Elektron sigaret chekadiganlar bo'lsa, murojaat qilishligi mumkin. Agar shundan qutulolmay yurganlar bo'lsa, bir xil elektron sigaretga o'rganib, yana oddiy sigaretga o'tib ketganlar bor. Ularni elektron sigaretdan qutulmoqchi bo'lganlarni ham bemalol yordam bera olamiz. Bitta kursda yetarli bo'ladi. Shu xumorlarni ham, xohishlarini ham tanadan chiqarib olishga imkoniyatimiz bor. Tajribalarimiz yetarli. Marhamat, murojaat qilinglar, yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.